Salom qizlar hammaga. Hozir menda mana shunaqa professional SPFlardan sotuvda bo'lgan ikkalasini sizlarga qanaqa bir-biridan farqi borligini va surilganda qanday turishini ko'rsatib bermoqchiman. Mana korobkalar shunaqa ko'rinishda bo'ladi. 100% originali Dr. Kapuniki Koreya mahsuloti. Hozir men bularni yeb-yangi korobkada men bularni ochganman. O'zim ishlatadiganlarni sizlarga ko'rsatib beraman. Mana men bu korobkaning ichidan mana bu ko'rinishdagi chiqadi va bundan bunisi. Endi bular surilganda qo'lga qanaqa turadi? Ya'ni yuzga, men bo'lsa qo'lga surib ko'rsatib beraman. Birinchi oppoq tondagisini suraman. Mana. Ozgina chiqaraman. Qo'limga hech nima surilmagan hozir. Buni yaxshilab surib tashlayman. Yuzga surilganda ham yaxshilab surasizlar. Sponjik bilan bo'lsa undan ham yaxshi. Yaqindan ko'rsatyapman. Yaxshilab kamerada ko'rinishi uchun. Ko'ringlar. Shunaqa bo'lib yotadi. Yuzda ham shunaqa blesk berib turadi. Bu oppoq bo'ladi. Buning ichida tonalkasi yo'q umuman. O'shaning uchun mana qo'lga surilganda. Endi buni qo'limga buni surib ko'rsatib beraman. Buni mana chiqarilishi ham boshqacha. Tas sostavida tonalni bor buni. Chunki buni mana suraman. Ozgina ko'proq chiqib ketdi. Ozgina ishlatish kerak. Ko'rishlar mumkin. Hozir yonimda sponjigim yo'q, lekin sponjik bilan surilsa juda ham zo'r yotadi. Ko'rasizlar, sostavida tonalni bor-da. Hozir yaxshilab surib tashlayman. Mana ko'rishlar mumkin. Shunaqa yuzga blesk berib zo'r bo'lib turadi. Muammolarni bekitadi. Endi baribir qo'l bilan yuzi farqi bor. Yuzda bundan ham zo'r turadi. Mana ikkalasini ko'rishlar mumkin. Bu oppoq, hech nima surilmagandek bo'lib turibdi. Bunda baribir mana sostavida tonalnisi bor. Shunaqa. Ikkalasi ham quyoshdan zo'r himoya qilib beradi. Qaysi birini olishinglar, o'zingizlarning tanlovinglar albatta.